ko'pchilik qatori men ham o'zimga o'zim doim savol berardim. Ekonom taksida ishlab yurganimda Moskva shahrida Comfort Plus'da ish bo'larmikan va Comfort Plus'da ham odamlar taksiga chiqarmikan deb doim o'ylardim. Haqiqatdan ham Comfort Plus'da ham Moskva shahrida ish juda yaxshi bo'ladi. Qanday desa bo'ladi? Ekonom tarifda ham hozirgi paytda bolalar 12 ming, 13 ming, qolaversa kimlardir 14 minggacha pul ishlayapti. 14 ming rublda endi bu. Comfort Plus'da ham xuddi shunday. Bitta orada raznica qiladigan narsa, ekonomda masalan 28 ta, 25 ta zakaz qilib shu 12 ming, 13 ming pul topilayotgan bo'lsa, Comfort Plus'da esa boring 10 ta, ja oshib ketsa 15 ta, 15 ta, 16 ta zakaz qilib o'sha 12 ming, 13 ming yoki 14 ming pulni topilyapti-da. Endi hozirgi paytda men o'zim aeroportlarga kirganda shu Yandex taksidagi biznes tariflar, Ultima, Premium tariflarni ko'rib o'ylayman-da, shularga ham zakaz berarmikan deb so'rayman va bitta ikkita bolalardan so'radim. Qanday bo'lyapti desam, как ты зарабатываешь? Вот так мы тоже зарабатываем. Ну, deyapti, ты сейчас примерно 15-13 заказ делаешь, deyapti. А мы делаем, deyapti, 8-6 штук, deyapti. Ну, заработок все равно одинаковый deydi. O'shaning uchun o'ylab keldimki, qaror, xudo xolasa men ham biznesga yoki elitga yoki premiumga bir topshirib ko'raman, imtihon. O'tib ketsam, hozirgi paytda ekzamen teoriyalaridan o'tib qo'ydim. Bundan oldingi videoni ko'rsalaring hammasini qo'yganman. Endi faqatgina bitta bozorga borib ko'ylak, shim, oq ko'ylak, mayka, tursik, paypoq qilib olsam qorasidan va o'sha videosini qabul ekan, video zvonogli, nima deydi? Video konferensiyadan o'tsam, xudo xolasa, прямой o'sha premiumga topshiraman. Premiumga topshirsam biznesam ochiladi. Endi ekonomda klientlar o'ta injiq, Comfort Plus'da sal bunaqaroq, biznesda deyapti, o'ta vejливый deyapti. Agarda ekonom, Comfort Plus, biznesda yurgan akalar bo'lsa, sizlar ham o'z fikrlaringni kommentariyada yozib qoldirsalaring. Haqiqatdan ham ekonomda ishlagan yaxshimi, Comfort Plus'da ishlagan yaxshimi, yoki biznes, yoki elit, yoki premium. Lekin meni fikrimcha